diyorim to'r bekdi. Hürmetlik aziz mehmonlar, aziz tomoshabinlar. Özünün san'at kasbiga axloq nazari bilan qaraydigan azimat naqshchimiz, suyimli farzandimiz Abdullah Abdurayim, sizlarning to'liq qimmatli vaqtingizni berib sizlar uchun, faqat sizlar uchun bugungi sahnada aytib bergan naqshlari sizlarni xo'shal qilib suyundirgan bo'lsa, u shuningdan olamcha xo'shal. Qadrli inimiz Abdullah Abdurayim bir naqsh aytib, xalqni suyundirgan chog'da o xalqiga 100 deb naqsh aytib berishga tashna va taqozolik tuyg'usi bilan yashaydigan yigit. Abdullah Abdurayimning naqshchiligi faqat tugimidi. Abdullah Abdurayimning sizlar uchun ijod qilayotgan, sizlar uchun aytayotgan naqshlari abadiy tugimidi. Onun naqshlari aziz tomoshabinlarning o't qalbida mangu to'xtamaydigan tugumas naqshlar. O tomoshabinlarning abadiylik baxt saodatini, o tomoshabinlarning oilasining xo'shal xo'ronligini, o tomoshabinlarning yangi yillarning yangi ustuqlar bilan gullarga to'kilishini tilaydi. Naqshimiz her yanni sadası yağrıtı canni bulup kakku gıcır bulbul kızıt kayba bostanni bizning naqshimiz yangraydi çalgan sazimiz yangraydi etqan naqshimiz ko'ngil xushi
armanni